Kuz-qish mavsumida aholi xonadonlarini uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlash maqsadida viloyatimiz hududida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Yangiqo'rg'on tumanida 214 ming nafardan ziyod aholi istiqomat qiladi. Xonadon soniga hisoblaganda tuman elektr ta'minoti korxonasi tomonidan 41 ming abonent ro'yxatga olingan. Bulardan tashqari 1300 ga yaqin yuridik iste'molchilarni ham qo'shadigan bo'lsak, sohada amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar talagini, ayniqsa chekka hududlarda, adirlik manzillarda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Transformator punktlarini modernizatsiya qilish, ta'mirlash, yangilarni o'rnatish shu kunning asosiy yumushlaridan sanaladi. Bajarilgan ishlar o'z energiya inspeksiya hududiy bo'limi tomonidan doimiy ko'rikdan o'tkazilib, ekspluatatsiya qilishga ruxsatnomalar berib borilmoqda. Ko'rikdan o'tkazish jarayonida hududlarga o'rnatilgan elektr qurilmalarini, transformator punktlarini yangiligi, ularni yangi zamon talabiga mosligi, hozirgi zamon talabiga mos elektr qurilma o'rnatilganligi, loyiha ishlariga mos kelishi hamda o'rnatilgan qurilmalarni elektr qurilmaning tuzilish qoidalariga mos ravishda qurilish ishlarining bajarilganligi yuzasidan ko'rikdan o'tkazib, elektr qurilmalarini ekspluatatsiya qilishga bosqichma-bosqich ruxsatnomalar berib kelinmoqda. Aholi xonadonlarini sifatli va uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash 2019-2020 yillar kuz-qish mavsumida betalofat ishlashini ta'minlash maqsadida ushbu ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Namangan viloyati Chortoq tumani, Uch tumani, Norin, Mingbuloq, Yangiqo'rg'on, Pop tumanlarida bajarilgan ishlar inspeksiya ko'rigidan o'tkazilib, ekspluatatsiya qilishga ruxsatnomalar berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining respublika iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohani 2019-2020 yillar kuz-qish davrida barqaror ishlashga kompleks tayyorlashni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan Namangan hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati tomonidan viloyatimiz hududiga 537 dona transformator punktlari, 1211.4 kilometr uzunlikdagi elektr tarmoqlarini mukammal ta'mirlash rejalashtirilgan. Mazkur vazifalar ijrosi bo'yicha o'z energiya inspeksiya viloyat hududiy bo'limi tomonidan ko'riklar o'tkazilmoqda. Mukammal ta'minlangan elektr tarmoqlari asosan shu yaroqsiz izolyatorlarni, tayanchlarni almashtirish, sol qismlarni mustahkam tortish, darxshohlardan tozalash, yuklamalarni teng taqsimlashni nazoratga olish, transformator punktlarda esa qizigan kontaktlarni yo'qotish, transformatordagi moy anazlarini olish, qo'shimcha moy quyish, shunga o'xshash ishlarni amalga oshiriladi. Bajarilgan ishlarni joylarda nazorat ko'rikdan o'tkazib, da'vatnoma rasmiylashtirib qabul qilib olamiz. Yangiqo'rg'on tumanining Gaiston, G'ovazon, G'ayrat mahalla fuqarolar yig'inlari hududlarida olib borilayotgan ishlar, yangi elektr tarmoqlarining tortilishi, beton tayanchlar o'rnatilishi, transformator punktlarining ta'mirlanishi kuz-qish mavsumida aholi xonadonlarini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash imkonini beradi. Yangiqo'rg'on tumanida 767 transformator punktlaridan 58 dona 610 kV tarmoqlaridan 87 kilometr tarmoqlarni mukammal ta'mirlash rejasiga kiritildi. Ushbu tarmoqlar shu 1-sentyabr holatda to'liq bajarildi. Endi hozirgi kunda bularni har bittasini bajarganligi to'g'risida shu ish komissiya tuzilgan. Bularning ichida shu o'z energiya inspeksiya xodimlari mavjud. Bular bilan birgalikda kelib, ko'rikdan o'tkazib, har bittasi bo'yicha da'vatnomalar tuzib, kuz-qishga tayyorgarligini shu tekshirib qabul qilinmoqda. Darhaqiqat, bugungi vazifalar viloyatimiz aholisi, iqtisodiyot tarmoqlari hamda ijtimoiy soha obyektlari elektr ta'minotining tubdan yaxshilanishiga zamin yaratishi bilan ahamiyatlidir.